tengsizliklar sistemasi. Yaxshi mavzu. Xo'p, video ketdimi? Saydali? Ha? Xo'p, tengsizliklar sistemasi misollar orqali tushuntiraman. Xo'p, 31-misoling. Birinchi misol qo'shilib ketaveraman. Birinchi misol. Xo'p, masalan x katta 7 dan x kichkina 14 dan. Shunaqangi son topishing kerak ekanki, topgan soning 7 dan katta bo'lishi kerak, lekin 14 dan kichik bo'lishi kerak. Topgan soning ikkita tengsizligi ham bir vaqt o'zida qanoatlantirilishi kerak. Tushundingmi? Xo'p, masalan, son o'qida ifodalaydigan bo'lsang, mana shu narsani son o'qida ifodalasak nima bo'ladi? Mana son o'qi. Mana bu 7, mana bu 14. 17 dan katta sonlar kerak senga. 7 dan katta sonlar qayerda? O'ng tomonda. 14 dan kichik sonlar kerak. U qayerda? Chap tomonda. Ikkalasi qayerda kesishib qoldi? Mana bu oraliqchada. To'g'rimi? Demak, sen javobing nima bo'ladi shunda? 7 dan 14 gacha. 7 ham 14 ham kirmaydi. Tushundingmi? Xo'p, keyingisi sal qiyinlashtiraman. Ikkinchisi. Xo'p. X minus 2 katta 0 dan x plus 7 kichik 19 dan degan tengsizliklar sistemasi berildi. Nima qilamiz? Ikkita tengsizlikni yechib olamiz birinchi navbatda. Xo'p, bu tengsizlik yechimi men sekin u yoqqa o'tarsam x katta 2 dan bo'lib qoladi. 7 ni u yoqqa o'taradigan bo'lsam x kichkina nimadan bo'ladi? 19 dan 7 ni ayrsam 12 dan. Demak, senga qanaqangi sonlar kerak ekan? 2 dan katta, lekin 12 dan kichik sonlar kerak ekan. Tushundingmi? Xo'p, son o'qida ta'sirlanish qanaqa bo'ladi? Son o'qida mana bu 2, mana bu 12 bo'ladigan bo'lsa, 2 dan katta, lekin 12 dan kichik sonlar mana. Tushundingmi? Mana bu oraliq. Javob nima bo'ladi shunda? 2 dan 12 gacha. Tushundingmi? Xo'p. Undan keyingisi uchinchisi. Xo'p, yana sal qiyinlashtiraman. 2x minus 4 xo'p, kichik bo'lishi kerak. Nechidan son bo'ladi? 8 dan, lekin xo'p, x minus 3 katta bo'lishi kerak. Xo'p, 2 dan son. Endi nima bo'ladi? Katta yoki tengdi? Katta yoki teng. Ikkita tengsizlikni ham yechib olaman bir vaqtda o'zi. Qanaqa yechiladi? Xo'p, 4 yoqqa o'tiraman. 2x kichik bo'lib qoladi 12 dan. Tushundingmi? Xo'p, 3 yoqqa o'tkazadigan bo'lsam, x katta yoki teng 5. Tushunarli? Xo'p, bu yoqdan x kichik 2 ga bo'laveradigan bo'lsam 6 dan, lekin x katta yoki teng 5 dan. Tushunarli? Xo'p, senga demak 6 dan kichkina son kerak ekan, 5 dan katta yoki teng son kerak ekan. Tushunarli? Son o'qida ifodalanish qanaqa bo'ladi? Son o'qida mana bu 5 ichini bo'yayman. Nimagaki? Noqat'iy tengsizligim ishorasi. Mana bu 6. 5 dan katta, 6 dan kichik. Tushunarli? 5 dan katta, 6 dan kichik son bormi ekan? Nima deb o'ylaysan o'zi? Bitta misol keltirchi. 5,5 da. Tushundingmi? Xo'p, bunaqangi misollar kelib qolsa ham hayron bo'lmaysan. 5 dan 6 gacha. 6 kirmaydi, 5 kiradi. O'shaning uchun to'g'ri chiqqansiz ko'p. Keyingisi 4-misoling. Sekin kitobdagi misollarga o'tamiz endi. Xo'p, 3x plus 4 debdi. 3x plus 4 katta 7 dan. Xo'p, 2x minus 3 kichik 9 dan debdi. Nima qilamiz? Tengsizlik yechamiz. Ikkita tengsizlik yechamiz. Nima qilamiz? 4 yoqqa o'tiraman. 3x katta 7 dan 4 ayrsam 3 dan. 3 yoqqa o'tkazsam 2x kichkina 9 ga qo'shsam 12. Tushunarli? Xo'p, bo'laveraman endi. X katta 3 ga bo'lsam 1 dan, x kichik 6 dan. Demak, senga 1 dan 6 gacha bo'lgan oraliqdagi sonlar kerak ekan. Javob yozib ketaman 1 daniga 1 6 oraliqdagi son. Tushundingmi? Yana bitta o'zimdan misol yozaman, qarang. 5-misol.
Masalan 2x plus 4 hop kichik 0 dan. Keyingisi 3x minus 6 katta 12 dan degan tengsizlik berildi. Nima qilamiz? Tengsizlikni icha olamiz. Hop, 4 ni bu yoqqa o'tiraman. 2x kichkina minus 4 dan, 6 ni bu yoqqa o'tirsam 3x katta 18 dan. Tushunarli? Hop, x topadigan bo'lsam, x kichik minus 2 dan, x katta 3 dan, 6 dan. X katta 6 dan. Sen shunaqangi sonni topishing kerak ekanki, u soning minus 2 dan kichik bo'lsin, lekin 6 dan katta bo'lsin. Shunaqangi sonlar bormikin? Unaqa son yo'q. Xo'p, yo'qligini yana bitta isbotlaymiz. Minus 2 son o'qini mana bu tomonda turadi, 6 bu yoqda turadi. Minus 2 dan kichik kerak ekan senga. Minus 2 dan kichik desa bu tomonga qarab yurasan. 6 dan katta son, 6 dan katta desa bu tomonga qarab yurasan. Kesishdimi ikkalasi? Yo'q. Demak, yechim yo'q degani. Tushunarli? Bo'sh to'plam. Ba'zida mana shunaqangi misollarga ham kelib qolishi hech ketmas. Xo'p, keyingisi kitobingdagi yana bitta misoling. Oltinchi qilib ishlaymiz biz. Xo'p, x taqsim 2 kichik x plus 1 taqsim 3 dan va x taqsim 3 katta x plus 1 taqsim 4 dan. Nima qilamiz? Proporsiya qilsak ham bo'laveradi. Xo'p, bunga 4, bunga 3, bunga 3, bunga 2. Tushundingmi? Xo'p, mahraj tashlayveraman chunki aniq son. 3x kichik 2x plus 2 dan. Tushundingmi? Xo'p, keyingisi ikkinchi tengsizliging 4x katta 3x plus 3 dan. Bunga ham tushuning. X tomonga o'tkazaman. Xo'p, 3x dan 2x olsam, x kichik 2 dan, 3x tomonga o'tkazsam, x katta nimadan? 3 dan. 2 dan kichik, 3 dan katta sonlar bormi? Mana son o'q. 2, 3, 2 dan kichik, 3 dan katta. Kesishdimi? Yo'q. Demak, bu ham nima? Bo'sh to'plam. Tushunarlimi? Ko'chirol. Bir